Chunki odamlarning ulug'likka intilishining sababi har bir insonning qalbida aslida ulug'lik mavjud bo'lganligida. Ulug' kishilarga havas qilish, boshqalarning ulug'ligini ko'rish, ulug' odam bo'lishga qaraganda ko'p osonga to'xtaydi. Chunki ulug' odam bo'lish uchun vaqt sarf qilishga, uzluksiz tirishishga, o'zini kontrol qilishga va qurbonlik berishga to'g'ri keladi. Mana bu sening nimishqa bir oddiy odam ekanligining sababi. Sen hamisha faqat birli ishni qilasan, har kuni shu bir xil xizmatni takrorlaysan, hayotingdagi har bir kunni o'xshash o'tkazasan, turmushingda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Asli sende var bo'lgan hamma narsa shundoq alohida va qoltis edi. Lekin sen o'zing oddiylikni tanlab turib olding. Maktabga cheg'ida o'rganish natijang odatkichi bo'ldi. Xizmat o'rnida xizmatga natijang odatkichi bo'ldi. Xuddi sen qilgan barliq odatkichi ishlarga o'xshash. Bu sen qilayotgan ishlarning oddiy bo'lganligidan emas, balki o'zing shu ishlarni oddiy qilishni tanlaganligidan bo'ldi. Sen nimishqa oddiy odam bo'lishni tanlaysan? Bu balkim atrofingning oddiy odamlar bilan to'shib ketganligidan yoki sening oddiy odamlardan muhitida cho'ng bo'lganligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Balkim sen bir odatki maktabda o'qishing mumkin va yoki bir odatki shirkatda ishlaydigansan. Shun sen oddiy odam bo'lishni tanlading. Shunga yuragingdagi intilishlaringga qarshi yo'lda menishni qaror qilding. Hech kim sen uchun qayg'urmaydi. O'zingga faqat o'zingning ichi og'riydi. Mana bu kishilar muvaffaqiyat qozonmagan vaqtda ularda bo'ladigan tipik psixikalik holat. Ular o'ltirib o'z-o'zini ayiblaydi. Yana boshqalarning ichi og'ritishiga va g'amxo'rlikka erishishni ta'min qilishadi. Lekin ular bu tragediyalik taqdirdan qutulishni aslo xohlamaydi. Shuning bilan ularning teg'imi nasbasidir. Chunki muvaffaqiyat hamma odamga nisb bo'lavermaydi. Ojiz va qo'rqinchoq kishilar muvaffaqiyat qozonmaydi. Muvaffaqiyat aniq nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mas'ul. Nurg'ulg'an odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor deb o'ylaydi. Amaliyat hech kim senga qarzdor emas. Navoda oddiylikni olib muvaffaqiyat qozongan bo'lsa, muvaffaqiyat uchun qo'rqmay olg'a bos. Muvaffaqiyat oldinda. Navoda sening munavvar bo'lishga jur'ating bo'lsa, sen cho'qim bir ulug' odam bo'la olasan. Musobaqa o'ynsang, ko'ngil qo'yib o'yna. Buni o'ynamaydi. Navoda faqat 100% emas, 120% tirikchilik ko'rsatsang, hayoting qo'lim qolib o'tgan bo'ladi. Taqdirning kaynidan yugur, uning qadamlariga yetishma. Taqdirning kaynidan yugur, uning yetishilish uchun qadam ol. Taqdiring uchun yugur, uning uchun olg'a bos. Taqdiring uchun tirish. Chunki muvaffaqiyat hargiz osmondan tushmaydi. Muvaffaqiyat qozongan bo'lmasa, o'tinay, boshqalarning yo'lini bozma. Chunki dunyoda taqdirni o'zgartirish uchun tirishayotgan nurg'un kishilar bor. Ular dal orzu armonini qo'g'lishib, yugurishni xohlaydigan kishilardir. Kallamızda fakat vazgeçiş yoki uzluksiz davomlashtirishdan iborat ikkala o'y bor. Sendan shuni so'rag'im kelyapti. Sening e'tiqoding nima? Sen o'zingga ishonamsan yoki haqning sana bergan bahosig'imi? Men nishonimning aniq va mustahkam bo'lishini, har kun sahar uyg'ongan chog'ingda orzuyingni amalga oshirish uchun yana bir qadam ilgarilashingni umid qilaman. Uch yoshga kirguncha biror ishni ta'virtamagan bo'lsam-mu, lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yugurishni boshlayman. Men to'liqsiz o'tirib biror natijaga erishamadim, lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yuguraman. Men to'liq o'tir hayotimni behuda o'tkazib lekin men hozirdan boshlab muvaffaqiyatni qo'g'lab yuguraman. Mushundaq gaplarni anglagan chog'ingda sening cho'qim tirishqing keladi. Burun bir o'ylab menga qalbingga yoshirilgan sadoni anglagan chog'ingda Parvardigor o'tmishdan qutulib chiqish fursatini bergan shu kunda hargiz bo'shonlik qilma. Yurak qalda taqdirining kaydidan yugur degan edi. Parvardigorim, tez bo'l, jinini boricha yugur. Tez yugur! Anlamadım sen! Yugur! Taqdirining kaydidan yugur! Tez onu qo'g'lash! Uni qo'g'la! Herkes kışın olma! Uni tez qo'g'la! Balkim sen menden egiz, menden yo'g'on, menden kuchli tursan, lekin men tirishayapman. Mayli qancha uzun vaqt ketsin, oxirida muvaffaqiyat qozonay yoki qozonmay, men yanada jinimni boricha tirishayapman. Sen qancha tirishgan siri qiyinchilikni olmasang bashak tushganmaydi. Turmushdagi har qanday bir ish shundoq. Hayatımdaki en ağır hükümde durup tirishqin. Ben 100% emas, 120% tirikchilik ko'rsatib erishgan bu turmushimga loyiqman. Men orzu yo'lida jafodan chiqib rozimanki, hargiz nishonsiz odam bo'lmayman. Orzuyimga yetamisanmi, uning uchun cho'qim tirikchilik ko'rsatishga rozimanki, hargiz qiyinchilik vahimisini kayniga yonmayman. Men hayotga bog'liq mag'lubiyatlarni tetib berishga rozimanki, hargiz hech nima qilmaslik sababidan afsuslanishni xohlamayman. Men hargiz Navoda ayni vaqtda yanama ozroq tirishgan bo'lsam, hayotim qanday bo'laydi deganda xiyollar bilan yashashni xohlamayman. Mayli qancha qiyin bo'lsa, men cho'qim orzuyim uchun tirishman. Men hozir orzu yo'lida muvaffaqiyat qo'g'lishib yugurayotiman. Men taqdirimni qo'g'lishib yugurayotiman. Sen hargiz taqdirning kayniga ilgirmay qo'yaversan bo'lmaydi. Taqdirning kayinida nima qilishini bilmay qilaversan bo'lmaydi. Sen taqdiring uchun butun sur'ating bilan yugur. Yugur! Qo'g'la! Muvaffaqiyatni qo'g'la! Tez uning kaynidan yugur! Uni tez qo'g'lash! Tez yugur! Hargiz qichilma!
oldindagi to'salg'ularni bosib o'tsan, keyningda qo'g'lab kelayotgan peshkanliklardan qutula olasan. Barliq vaqtingni keyningda qolgan ishlar uchun isrof qilib etma. Chunki sen har qancha qilsangmi o'tgan ishlarni hal qila olmaysan. Sening qilishingda ish birdan bir ishing olg'a qarab yugurish.